Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşlərini qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuzğa sunumuz. Qənəmsiz diqqətinizlər ekranımız olsun. Xitay iqtisadi eş sür'atining ko'rinarli ostilaydiganligi mo'ljallanmoqda. Trumpning tamojni beji Xitoy iqtisodini ostiltayotgan bo'lib, iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining mo'ljaliga qaraganda bu yuzilnish dunyo savdosiga ta'sir ko'rsatdi ekan. Janubiy Xitoy sahar pochtasining 18 mart xabar qilishicha, iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti Xitoy iqtisodining ostilaydiganligini mo'ljallagan. Buningdagi asosli sabab Amerika prezidenti Donald Trump yo'lga qo'ygan yangi tamojni beji ekan. Bu yil Xitoy iqtisodining 4.8% o'sadiganligi 2026 yilga kelganda 4.4% ga tushib qoladiganligi mo'ljallangan. Qo'shimcha tamojni bejining 20% ga o'sishi Xitoyni qarshilik tadbirlari qo'llanishga majburlagan. Savdoning keskinlashishi eshib, xalqaro bozorlarda andisha paydo qilgan. O'stirilgan tamojni beji savdo chiqimini oshirib, ta'minlash zanjiriga, savdo mablag'iga ta'sir ko'rsatishi mumkin ekan. Xitoy iqtisodining ostilishining yana dunyo ishlab chiqarish umumiy qimmatiga va mahsulot ishlab chiqaruvchilarga ta'sir ko'rsatishi mumkinligi ilgari surilmoqda. Taratqular Erkin Osiyo radiosi qatorliqlarning ojizlashishi Xitoyga fursat bo'ladiganligini bildirishdi. Xalqaro taratqular Amerika ovozi va Erkin Osiyo radiosining ojizlashishining Xitoyning axborot sohasidagi ko'rangligini texmi kuchaytirganligini ilgari surmoqda. Kanada Yer shari va pochta gazetining 19 martdagi xabarida bildirilishicha, Trump hukumatining Amerika ovozi va Erkin Osiyo radiosining mablag'ini qisqartishi Amerikaning xalqaro axborotdagi ta'sirini cheklab, Xitoy qatorliq mustabid hokimiyatlarning kuchayishiga yordam berishi mumkin ekan. Gerçi bir qism kishilar Amerika ovozining amdi muhim emasligini ilgari sursimi, lekin u har haftada yanada 420 million odamga zulm ostidagi rayonlar haqidagi muhim xabarlarni tarqatadi ekan. Amerika axborot vositalari xamjotni qisqartishga duch kelayotgan bir paytda Xitoyning davlat egiligidagi axborot vositalari o'zining ta'sir kuchini kengaytirishga tayyorlik qilgan. Bo'libmi mustaqil axborot kamchil bo'lgan taraqqiy qilayotgan davlatlarda Xitoy rejimi tashviqotlarini texmi kuchaytirishni planlagan. Mazkur xabarda yana Xi Jinping hokimiyat beshiga chiqqandan keyin Xitoyning dunyo miqyosidagi tashviqot harakatlarini kuchaytirish uchun maxsus saxta tashviqot mexanizmi qurib chiqqanligi, buning Amerika ovozi qatorliq Amerikaning mustaqil anglatish organlari bilan o'xshamaydiganligi ta'kidlangan. Filippin Xitoyga tayinib qolishdan qutulishga tirishmoqda. Filippin Hindistonga nikel mahsulotlarini tashviq qilayotgan bo'lib, Xitoyga bo'lgan tayinishdan qutulishga tirishgan. Janubiy Xitoy sahar pochtasining 19 mart xabar qilishicha, Filippin Hindistonni nikel ishlab chiqarish sohasidagi yangi savdo sheriki qilishni umid qilayotgan bo'lib, buningdagi maqsadi Xitoyga bo'lgan tayinishni azaytish va Hindistonning ishlab chiqarish sohasidagi taraqqiyotini qo'llash ekan. Filippin tashqi ishlar ministri Enrique Manalo Filippinning nikel sanoatiga Hindistonning ishtirok qilishining muhimligini, eksport turlarini ko'paytirishning ahamiyatini ta'kidlagan. Bildirilishicha, navbatda Filippinning nikel rudalarining hammasi degudek Xitoyga eksport qilinmoqda ekan. Filippin bilan Hindiston orasidagi munosabatni kuchaytirish iqtisodiy bexatarlikni oshiradi ekan. Shundaqla rayondagi o'zgarayotgan vaziyatga taqobil turish jarayonida davlat mudofaasi va texnika qatorliq ko'plagan sohalarda hamkorlikni ilgari suralaydi ekan. Tahlilchilarning ko'rsatishicha, savdo munosabatlarini kengaytirish Hindistonning sharqqa yuzlanish siyosati va Filippinning ishonchli sherik tepish ehtiyojiga mos keladi ekan. Hindistonning g'arbida musulmonlar bilan hindilar orasida to'qinish portildi. Hindistonning g'arbida hindilarning Mo'g'ul hukmdorining qabrisini chiqib tashlashni talab qilishi sababli to'qinish portilgan. CNN kanalining 19 mart xabar qilishicha, Hindistonning Nagpur shahridagi doirlar hindilar bilan musulmonlar o'rtasidagi diniy to'qinish portilgandan keyin muddati bekitilmagan kechida yurish cheklamasi yo'l qo'ygan. Bu vaqa musulmonlarning hindi millatchi guruhlarining 17-asrdagi musulmon Mo'g'ul hukmdori Avrangzebning maqbarasini chiqib tashlashga qarshi namoyish qilishi sababli kelib chiqqan bo'lib, hindilar Avrangzeb hindilarga ziyonkashlik qilgan deb ayblagan. Bildirilishicha, to'qinishda oz deganda 34 soqchi va 5 fuqaro yaralangan bo'lib, nurg'un kishilar qo'lga olingan. Yaqinqi yillarda hindilar bilan musulmonlar orasida jiddiylik kuchaygan bo'lib, xususan Modi hukumati musulmonlar bilan hindi diniy muridlari orasida o'chmanlik kayfiyatini kuchaytirganligi uchun tanqidga uchragan.
Ma'lum bo'lishicha, hindilarning Avrangzeb bilan urush qilishi tasvirlangan Bollywood filmining qo'yilishi bu kaskin vaziyatni texmo kuchaytirgan. İnsan haqlari tashkilotlari Modi hokimiyati mazgilida osonliq millatlarga qilingan hujumlarning ko'payganligini qayd qilgan. Ammo uning partiyasi Hindiston Xalq partiyasi bu ayblashlarni rad qilgan. Avrangzeb 1618-yildan 1707-yilgacha 18-asrdagi Mo'g'ul imperiyasining muhim hukmroni bo'lib, u 1658-yildan 1707-yilgacha imperiyaga hukmronlik qilgan. U Mo'g'ul imperiyasining 6-sultoni bo'lib, to'liq ismi Abu Muzaffar Muhiddin Muhammad Avrangzeb Alamgir. Uning hukmronligi jarayonida imperiya chegarasi eng zo'r darajada kengaygan. Tarixda xotirlanishicha, u barliq ishlarni shariat bilan hal qilishga qattiq ahamiyat bergan musulmon hukmron bo'lib, uning davrida Mo'g'ul imperiyasi siyosiy va harbiy jihatdan kuchli bir imperiyaga aylangan. Ondan boshqa Al Jazeera to'rining 19 mart xabar qilishicha, Hindistonning g'arbidagi Maharashtra o'lkasiga tava bir shaharda hindilar bilan musulmonlar orasida to'qinish yuz bergan bo'lib, buning sababi ijtimoiy uchur vositalarida mazkur shaharda Qur'oni Karimning ko'ydirilganligi to'g'risidagi sirlarning tarqalishi ekan. Bildirilishicha, Hindiston ijtimoiy taratqularida tarqalgan bir sinda islomiy oyatlar deb yozilgan qop bilan o'ralgan kitobni ko'ydirayotgan bir ko'rinish tarqalgan. Qur'on oyatlari ko'ydirilganligi haqidagi mazkur sin musulmonlarning g'azabini qo'zg'agan. Bu sababli hindilar bilan musulmonlar orasida jiddiychilik kuchaygan bo'lib, oxirida ikki taraf orasida to'qinish boshlangan. Hukumat doiralarining bildirishicha, to'qinishlar natijasida bir qancha qatnash vositalari ko'ydirilgan va 40 ga yaqin kishi yaralangan bo'lib, ularning ko'pinchisi saqchilar ekan. Turkiya NATOning vazifa qismlari qo'mondonligini tunji qatim o'z ustiga oladi. Turkiya Davlat Mudofaa Ministrligi Turkiyaning Shimoliy Atlantik Akti tashkiloti ichidagi belgilangan majburiyatlari bo'yicha 2025-yil 1-iyuldan 2026-yil 30-iyungacha NATO qo'mondonligini ustiga oladiganligini uqtirdi. Turkiya ovozi radiosining bu vaqtdagi xabarida qayd qilinishicha, Davlat Mudofaa Ministrligi e'lon qilgan bayonotga asoslanganda, Turkiya 1-iyulda NATO ittifoqdoshlarining amfibiya vazifa ijro qilish qismlari qo'mondonligi bilan quruqliq qismlari qo'mondonligini tarixida tunji qatim o'z ustiga oladi ekan. Ministerlik NATO'dagi majburiyatlarga asosan Turkiyaning 2025-yil 1-iyuldan 2026-yil 30-iyungacha NATOning mazkur qo'mondonligini yurgizadiganligini ta'kidlagan. Ministerlik bayonotida yana amfibiya vazifa ijro qilish qismlari va quruqliq qismlari qo'mondonlik bosh shtabi bizning dengiz armiya piyodalar batalyoni quruqliq qismlarimiz bilan 2025-yil 24-martdan 4-aprelgacha TJK Sanjaqtar, TJK Bayraktar, TJK Oruç Rais va TJK G'aziantep harbiy paraxodlari bilan birlikda İspaniyaning Roti shahrida o'tkaziladigan dinamik dengizchi Filotekis 25 nomli harbiy manevrga qatnashadi deganlarni qayd qilgan. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.